Hammaga bolalar yaxshimisiz, sog'laring yaxshimi? Bugun yana sizlar bilan Siddiqovning komandasi Robloxda Styling Gnomes degan o'yincha bor edi. Analar o'ynagan, nima edi nomi? APG Gaminglar o'ynagan, bizning Shahzod akamiz o'ynagan o'yinda Roblox versiyasi chiqdi, o'shani endi biz bugun o'ynab ko'ramiz. Davay bo'lmasam boshlaylik. O'yin boshlanishdan oldin like va obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga yana boshqa o'yinchalarni yozib qo'yasizlar. Davay. Kettu. Hamma tushib ketdi. Короче, hozir o'yinchani ichidagi borka narsalarni olib chiqib mana yoqqa tashlasalang bo'ldi, mana bunaqa. Turgan joyimizga. Mana shu zinadan pastga tashlasak bo'ldi. Hozir hammamiz bitta komandamiz. Bittamiz bo'lsak, bittamiz tirtirib kira olamiz. Yo'q, o'zincha qol. Yerda turgan yomon narsalar bor-ku. O'sha narsalarni olamiz. Teleport degan narsalar ham bor. Mana u endi oldimda, to'g'rimda. Shu oldim, batareyka olyapman, olib ketyapman. Buni yo'l ustirani kelyapti. Ola. Öyle sümerek. Yukarı. Sümelekler. Öyle çıkalar, öyle. Bitta qopqonchaga o'li ekanlar, o'la sharmandalar. Daynol, chiqor deylar o'zayni. O'la. Tafin chishib qo'ydi bor-ku. Nima yerda tagiga kim olib kelib oldi? Sizlarni qani qisqish narsani? Olib kelmaylar shu narsani birinchi. Yo'q, birinchi bu narsani olib kelmaylar, boshqa narsalarni olib kelinglar. Yo'q, olib kelma deyapman o'sha narsani. O'tormasin o'sha narsa teginma deb aytibman-ku. Ochsang och. Qisqichda olib kelmaylar. Bobochan qayerda? Oltin bor bizda oltin. Oltin olib boramiz, oltin. Yo, koç. Şu oldu mu? Bizot bugün o'ladigan kun ekan-da. Yaxshi bo'ladi lekin bor. Yo, anayni koç. Yo, koç. Bir gün oldum. Bunu babacan oğlunu okuyduğuyla zaten. Bu mesele doğru oynuyorlar he. Güzel ama kolay değil. Narsalarda olib kelay, vaqt yo'q. Pichoqni kim olib tushdi? Bo'lmaganimda, ayronmi? Bekzod ketdik, Bekzod. Yo'q, qoch.
Oy canımı tugatib qo'ydim ana. Babaychi keldi, babaychi. O'lasan, o'lasan, o'lasan. Uni faqat professionallar olib chiqish kerak deydi-ku. Kema qisadi. Square bo'ldi. Ana nima yurdi ham nariroq qolaylik. Bekzod nima qilyapti? Chiqolmayapti bitta joydan. Ana endi qisib oldi meni. Ko'tarib yuboringlar meni. Qoch. Qoch. Kelib qoch. Ko'tarib yubor meni, Safi. Orqada ko'targin, shu yoqqa narsaga teginasan. Safi, ne ishlayapsanmi? Nima bu yoqda yugurib yuribsan? Narsalarni olib chiqib manaqa tashlash kerak. Nima qilyapsan yerda, Bekzod? Qachon o'tirilganim? Qoch qisadi mana u. Tegimi bu yoq o't. Vela, sharmanda, vela. O'sha bizning narsamizda. Nimaga bosilmayapti? İşlemayapti qutqarish. Qutqarib bo'lmayapti, nimagadir 4 ta nimadirda belgilash kerak deb aytyapti. Turg'izib bo'lmayapti Bekzod. Dak, u fitness joyda nima bor ekan onasining? Menga aytsan-ku jonim? Ya ana aynayım gör. Pichoq olib kelyapman, pichoq. Öyle. Oldun atıyla bir şey mi yatırım ben? Niye o neyini koç? Ana ineyim gire. Ayaklarımda orta orada. Bir koç. İyi bile.
Öyle. Oraya kime? Orkaya kime dedi be? Kaç. Öyle. Koç geldi. Oyog'un tagiga tashlagandim boru. Jigar asuzdayım. Keling babajon. Öyle. Qo'y bor, shu uchidan ushlama, ko'tidan ushla, men aytdim. Öyle. Hozir boryapman. Tak. Yo'q, ko'tarolmaydi, qarab, bezat janozasini o'qinglar deb aytadi. Asuch. Keling boboy Zaynab. Yomon bo'lyapti. Ko'rmayaptimi safingni? Qoch endi bu yerdan, qoch. Осуждаю. Qoch, bobochadan qoch. What the motherfucker. Kelyapti. Qanaqa tarafga? Осуждаем. Ay anaynemga tushunmadim. Ne kut? Yaşın tezgide geldik boy. Ne kut? Babajon, onangni yana chaqiryapman-ku. Kakras koptakcha bor ekan-da. Nima bu? To'xta, men senga tortishaman o'shani. Menda qancha pul bor? Menda 560 bor. Qoch. Jimmy.
Anaqa bormikan? Qashaq-shagini qo'yib qo'yganimiz kerak, yana bilmabdi. Afsusdaym. O. Qoshuv bor, qoshuv. Voy, nima bo'ldi? Nimadir meni qisib oldi, ko'rlaymi? Oy, tepada kimdir bor edi. Qaytasiz? Oshnani orqasidagi oynachidaman. Nima? Ye, maytagi narsani kelib olib ketmoqchi bo'lyapti ana boyagi narsachamiz. Mana nima u? Gnomlarning boshlig'i. Yotoqxonasi edi. Ha? Ha? Tualetdan chiqamiz, qara. Yo. Afsusdaym. Tualet orqasiga bekim oldim. Vaqti keldi. Короче, bolalar o'yinni ko'rgan bo'lsanglar, yoqqan bo'lsa, like, podpiska, obunani bosib qo'yinglar. O'yin mana shu narsadan iborat edi. Bir tiyinlik birontamizga foydamiz tegmadi. Hammamiz bilan mussur o'ynadik. Kanalga like, podpiska, obuna bo'lib qo'yishingizni chiqaradi. Yana kommentariyaga qanaqa o'yinchi o'ynashimizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.